Hammaga assalomu alaykum. 2025-yil 2-may sanasida tog'amiz kelibdi 2 gektar maydoniga gilos bog' qilishim kerak. Realtorga qiziqdim deb keldi. Tog'a, giloslarga bitta baho bering. Qo'shma degan narsa yo'q do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Yo'q. Ha, qo'shma yo'qmi tog'a? Yo'q. Gilosni ko'rib kelibdi. 4-yoshga o'tgan gilosning mevasini ko'ringlar do'stlar. Yaqinroq olib kelavering kamerani. Tog'a qalay. Do'stlar buni ko'ringlar. Gulchambar mana. Bemalol mana hozir qo'shma bo'lmasin, eksport zo'r bo'lsin deyapti-to'g'rimi tog'a? Sizlar eshitib ekansiz. Mana bularda qo'shma yo'q. Mana shunaqa sariq rang ko'pchilik kommentariyga yozyapti, sariqlik ham. Bu sariqlikda ham olinadi. Shakar miqdori kuchli bo'ladi. Ham qorayadi. Tog'a hozir ashuna deb nima qiladi tushuntiray mana. Do'stlar ko'rishamki tog'a gilos qalay. Gilos zo'r ma'qul. Xudo xolasa ko'chataga kelibdi do'stlar. Buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. 12 xil navlari bor. Har xil paytda pishadigan navlar bor. Aloqaga chiqaverasiz. Tog'a mana gilos. Do'stlar bu gilos bundan oshiq bo'lsa kerak tog'a. Mehnatdagi bitta like bosib qo'yamiz, bizni yo'qotmaslik uchun bitta podpiska urib qo'yamiz. Tog'a kelganingizdan xursandmiz. Rahmat.